Bugun O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati organlari xodimlari va soha faxriylari ishtirokida 26 yanvar Davlat bojxona xizmati organlari xodimlari kuni munosabati bilan tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda Prezident Shavkat Mirziyoyevning soha xodimlari va faxriylarga yo'llagan tabrigi o'qib eshittirildi. Faxriylar, sizlarni 26 yanvar O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati organlari xodimlari kuni bilan samimiy tabriklayman. Tabrikda mustaqillik yillarida bojxona organlari mamlakatimiz iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash, milliy manfaatlarini himoya qilish va davlat chegaralarining daxlsizligini mustahkamlashda muhim rol o'ynayotgani qayd etildi. Shuningdek, bojxona xizmatining raqamlashtirish, ortiqcha byurokratiya va inson omilini kamaytirish, noqonuniy tovar aylanmasiga qarshi kurashish, xavflarni oldindan tahlil qilish hamda rasmiy importni kengaytirish yo'nalishlaridagi sa'y-harakatlar e'tirof etildi. Kasb bayramimizda O'zbekiston Respublikasi bojxona xodimlari kunida meni kamtarona xizmatimni navbatga olib meni taqdirlashdi. Men uchun bu kutilmagan sovg'a bo'ldi. Men hayajondaman. Buning uchun avvalambor prezidentimizga kattakon rahmat, ayollarga e'tiborlarni katta berib, Davlat bojxona qo'mitasi raisimizga minnatdorchiligimni bildiraman. Tadbirda sohada xizmat qilib kelayotgan bir qator xodimlar fidokorona xizmatlari uchun davlat va soha mukofotlari bilan taqdirlandi. Prezident bojxonachilarga mas'uliyatli va sharafli xizmatida yangi zafarlar tiladi.